Mana. Balalar. Свежий. Qalay zo'rmi? Kattaligini qaranglar. Standartmi bular? Standart baliq. Mana hozir mana shu hovuzdan ushlab chiqarildi. Vodiyda baliq narxlari qancha bo'lyapti? Assalomu alaykum hurmatli akalar, opalar. Vodiyda sizlarga Optim baliq sotadigan yerda narx-navosini tanishtirib o'tamiz. Bu yerda oq baliq, sazan bor. Xudo xolasa hozir akamizdan to'liq ma'lumotini olamiz. Nech kilogramm, qayerlarga dastavka bor? Mabodo sizni baliqxonangiz bo'ladigan bo'lsa, sizga 200 kilo, 300 kilo zarur bo'ladigan bo'lsa, misol uchun telefon qilsalaring dastavka ham qilib berishlari mumkin. Xudo xolasa kelishilgan holatda hozir narx-navolarini sazanda, oq baliqda va nima xizmatlari bor, shu haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Bir donagina like bosib qo'yasiz. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Qashqadaryoda, Surxondaryoda, Jizzaxda va barcha O'zbekiston viloyatlarida baliq narxi qancha? Shu haqida yozib ketsalaring manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Rahmat hammaga, video roligimizni boshlaylik. Hurmatli akalar, opalar. Shu baliq savdosi bilan shug'ullanadigan Bahrom aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Xo'p, bu baliqlar necha kilogramm hozir? 1 kilo 700 ga o'tirgan baliqlarimiz 28 mingdan sotilyapti. 1 kilo 700 ga o'tirilgan baliqlar 28 mingdan. Optimgami endi shunda? Optimga 26 ming beramiz. Optimga 26 ming. Necha kilogrammdan yuqorisiga 26 ming so'm. Endi mashina ichida 2 kiloli bor, 1.8 bor. Aralash quralash berilaveradi. Berilaveradi. Tushunarli. Demak, donaga 28 ming so'm kilogrammiga, Optimga bo'lsa arzonroq beriladi. Beriladi. Xo'p, dastavkalari qanaqa? Qayerlarga bor? Dastavka 12 ta viloyatga bor. 12 ta viloyatga bor. Kelishilgan holatda. Hozir bu o'sha showroom deyiladi, ya'ni baliqda mana ko'rib turibsizlar. 8 ta hovuzimiz bor. 8 ta hovuz bor. Hozir baliq kamroq bo'lganligi uchun katta-katta ko'llarda baliqlar turibdi, ushlangani yo'q. Shundaymi? Shunday. Xo'p, Optimga bo'ladigan bo'lsa 26 ming so'm. Agar Donaboy bo'ladigan bo'lsa 28 ming so'm. Agarda siz misol uchun Andijondan bo'lasizmi, Ulug'nordan bo'lasizmi, farqi yo'q. Manzilga keladigan bo'lsak, Namangan viloyati Mingbuloq tumani, xo'p, Sho'rsuv shaharchasidan o'tganda chap qo'lda, o'sha lokatsiyasini ham berishadi kelmoqchi bo'lsalaring. Bu sazan, ha? Bu sazanlarimiz. Va mashalloh, menda sazanni ko'ringlar. Endi hozir tuman bo'lganligi uchun baliq to'la mana shu yerda, ha? To'la. Voh, bu yerda necha kiloli baliqlar bor? 1 kilodan 2 kilogacha bor. 1 kilogrammdan 2 kilogrammgacha sazanlar bor. Yog'li, yog'siz sazanlarimiz bor. Hozir shu joyda yog'li, yog'siz deyapsiz, ha? Uni ajratishni o'zlaring 100% ajratib berasizlar, haligisini. Dindan hovuzga to'kiladi. Bu yog'li sazanimiz. Bu yog'li sazan. Yog'siz sazanimiz bor. Yog'li sazan. Hovuzlarga dindan to'kiladi. Bu yog'li sazan necha pul turadi kilogrammga? 1 kilo 400 ga o'tib. Asha cho'lpin olib o'tib bitta ushlab ko'rsatasizmi? Hozir akalar. 1 kilo 400 ga o'tirgan balig'imiz bu. Aha. Bemalol nima qilavering? Ovoz bemalol keladi, gapiravering. Bu 1 kilo 400 ga o'tirgan baliq. Aha. Ichida 2 kilolar bor, 2,5 kilolar bor. Donaga bo'lsa, mana uni qaranglar. terib ushlab beraveramiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Bu yog'lisi, ha? Yog'lisi bu. Bu yog'li sazan. Sazanda ham 2 xili bor ekan, ya'ni boqish jarayonida yog'li, yog'siz qilib boqiladi, shundaymi? Shunday. Ko'rib turibsizlar. Bitta ushlagan joyida Xudo xolasa uzoqroqda bo'lsa tonna ham bemalol zakaz beraverasizlar. Xo'p, sazanlar keragicha. Bu tomonlar ushlab bo'libdi, sotilinibdi. Sotilib. Chekkadagi qanaqa? Chekkada ham balig'imiz endi yangi to'kiladi. Bu yerga yangi to'kiladi. Bu yerda ko'rib turibsizlar. Tozalov bo'lgan. Ha, bu yerga o'zi 2 tonna kelsa, bir kunda o'sha 2 tonna ketadi. Optim joyi bo'lganligi uchun. Hozir aka bizga yog'siz sazaningizni bitta ko'rsatsangiz, o'zi ozroq qolibdi shekilli. Yog'siz sazanlar endi ozroq qolgan. Ha, mana
O'sha klientlarga yangilar misol uchun uzoq pastiga- dastavka bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turibsizlar, maydalarini berishmaydi, maydalari qoladi, mahalliy aholi. Bular atделный narxda bular. bemalol olinaveradi. Bular отдельный narx. Aha. Bular yog'siz sazan hisoblanadimi shunda? Bu hovuzda yog' sazanimiz bor. Bular yog'siz sazan ekan akalar. Buni o'zi o haligisi ham alohida ekan, o tangachalari ham boshqacha turar ekan. Boshqacha turadi. Bu yog' sazan uzun bo'ladi-da bular. Yog'siz sazanlar sal uzunroq bo'lar ekan. Narxi qancha aka yog'siz sazanda? Yog' sazanda 40 ming beramiz. Aha. Optimga 38 ming beryapmiz. Optimga 38 ming so'm. Agar nima deydi, donaviy bo'ladigan bo'lsa 38 ming so'm. Endi 5-6 ta olib yegani. Nech kilodan nech kilagacha? Bu 1 kilo 8 ga o'tirgan balig'imiz, terib odamlar olgan. Maydalar qolganda 2 kilogagacha, 2,5 kilogagacha bor. Ko'lda keragicha bor. Bor. Ko'lda keragicha bor akalar. Xudo xolasa. Bu yog'siz sazan nimada boqilarkan, bir nima qilmaganmisiz yog'siz qilish uchun? O'zi yemi chiqariladi, o'sha yemiga. Ali granula sifat. Granula. Granula sifat nimadan berishadi? Yemdan, baliqni o'zini yemidan. Bu baliqlar meni mo'ljali intensiv ko'llarda boqiladi. Yog'siz sazanlar, yog'li sazanlar katta-katta, misol uchun bug'doy, makka, boshqa berib, yog'li sazanning o'rtasida, misol uchun qancha razisa bor aka? 5000 so'mmi shunda? Yog'siz sazan bilan nimaning o'rtasida? 5000 so'm razisasi. 5000 so'm razisasi bor. Mabodo hozir sizlarga bo'ldi. Hozir sizlarga nima deydi? Keladigan akalarimizga lokatsiyasini ham qo'yib ketishga harakat qilamiz. Yo'lni ham ko'rsatib qo'yay. Repsapxozdan kelishingizda, ya'ni Andijonda bilsalaring, Repsapxoz bor, baliqchilar bor. Bu tomondan kelganlaringda o'ng qo'lda, mabodo bu tomonda Jamashi tomondan Gurtepadan o'tgandan keyin Sho'rsuv qishlog'i, Qo'shqishloq keladi. Qo'shqishloqda chap qo'lda keladi. Mana shu joyda o'zi baliq markazi. Ko'rib turibsizlar. Bemalol kelib olishlaring mumkin bo'ladi. Bu yerda yog'siz xohlasangiz yog'siz sazan, yog'li xohlasangiz yog'li sazan. Narx-navolarni tanishtirib o'tib ketdik degan umiddamiz. Mabodo yaqin o'rtadan bo'ladigan bo'lsangiz, yorib berish xizmatlari ham bor-a? Yorib berish xizmatlari bor. 5 ta 10 ta baliqda misol uchun yaqin ortrofdan bo'ladigan bo'lsalaring, yorib ham berishaveradi. Xizmatini bersalar, xudo xolasa. Donasini 5 ming yorib beramiz, 4 kilogacha bo'lgan baliqni. Donasini 5 ming so'mdan. Donasini 5 ming so'mdan yorib berishadi. Mana suv ozgina kamaydi, baliqlar to'liq ko'rinyapti. 2 kilogramdan mana shu joyda 1 kilogrammi 600 gacha baliqlar bor. Xo'p, Optimga xudo xolasa. Prosta showroom bo'lganligi uchun bu joyga ozroq 500-600 kilo bag'da 1 tonna atrofida olib chiqib qo'yishadi. Ko'llarda bundan-da ko'proq bor. Mabodo olmoqchi bo'lsalaring, Optimga baliq yetarlicha xudo xolasa. Rahmat hammaga e'tibor uchun. Baliq narxlarini ham tanishtirib o'tib ketaylik degan umidda edik. Mana Xudoga shukr, nasib bo'lgan ekan, mana sizlarga ulashib o'tyapmiz.